O'tgan o'rdan bu yerga qattiq yuborga otda yo'q. Ha bo'ldi. Ha? Men o'tirganda kichkina ko'rinyapman. Ha? Ha? Taysinmi sizning Taysonning gapini bu? Men kichkina ko'ryapman. Ha? Ha? Kichkina ko'ryapman. Ha? Kimlarni? Oradan bera olmaydi menimni. Meni 100 so'mmi? Barginar bu. Ko'rib libodan tushib keta oladi. Mana ham kerak bo'lsa ko'rib bir oyda men bunaqa bo'lib olayman. Katta bo'lib olayman bir oydan keyin mana. Tanib olaylik uydan ko'rdim. O'tgan o'rdan bu yerga qattiq yuborga otda yordam berdim. Mana video Qo'lni siqmang iltimos. Mana, qo'lni yuzsalarmi? Qo'lni siqmang. Andijon shahri bilasizlar, butun respublika bo'ylab Optim mebellarni hamma yoqqa tarqatishadi. Yevro mebelga kelganman. Bular Optimga eng arzon narxlarda sotishadi, lekin sizlar uchun ham donaga berishadi. Sizlar ofisga, xohlasanglar uylarga olib mazza qilib o'tadigan Xitoydan keltirilgan premium klassdagi stollarimiz ham bor. Ofisga deysizlarmi, uyga deysizlarmi, zo'r mebellarni olsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana shunday katalog bor. Xohlagan ranginglarni tanlaysizlar, o'shadan xohlasanglar sizlarga chitta gulli qilib turib, ko'ngillarga yoqqanini qilib berishadi. Xohlasanglar ofisga, xohlasanglar uyga Xitoydan keltirilgan takoy mebellarimiz sizlarning xizmatingizda. Do'stlar, men Toshkentdan Andijonga o'zimni uyimga mebel olgan kelganman. Bekorga bo'lib kelmaganman. Eng arzon, eng sifatli, Glannis respublika bo'ylab dastavka mutlaqo tekin. Do'stlar, men bunaqa mebellar Toshkentda ham ko'rmaganman, to'g'risi. O'zim ham shundan oldim jigarlar. Agar sizlarga shunaqa xizmatlar, shunaqa takoy mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Andijon shahar Oqyor MFA. Hammalarni taklif qilamiz, 2 orish kerak.